Hop, akalar hammaga salom. Bugungi xizmatimizda mana Cobalt. Cobaltni ko'rishingiz mumkin, gradus 37. Ko'chani gradusini hozir ko'rsatib turibdi 37. Hop, endi motornikini ko'radigan bo'lsak, motorniki bizda bu yerda 72 turibdi. Xudo xolasa hozir biz vazifamiz mana shu temperatura gradusikini mana shu panel upravleniya, ya'ni tabloga chiqarishga harakat etamiz. Kuzatib turinglar, hozir chiqargandan keyin videosini qo'yamiz nasib. Bu endi nimaga kerak? Bu endi yozgi kuni kelyapti, issiq kunlar kelyapti. Xudo xolasa Rossiyaga qatnaydigan akalarimiz, Toshkentga qatnaydigan akalarimizga juda ham qulay narsa bo'ladi. Hech qay kesmasdan, netmasdan, bu yerlarga kesmasdan, netmasdan o'ziga o'rnatib beriladi. Suv gradusi zavodskiy bo'lib ishlaydi, xudo xolasa. Hammasi через programma orqali qilinadi. Hech qanaqa panel upravleniya xudo xolasa yechilmaydi. Kuzatishda davom etamiz. Hop, akalar mana o'sha bitgan holati. Mana 75 gradus vaqt chiqdi. Hop. Endi bunimizda ko'radigan bo'lsak 37 turibdi bunda. Endi ravonga kiramiz mana. Dvigateli kirib turib, охлаждать жидкость ko'radigan bo'lsak 75, tabloda ham 75. Xudo xolasa 37. Mana bu yerda ham to'g'ri ko'rsatadi. Xudo xolasa kimga shuna xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, behijolat o'zimizga murojaat qilaversa, nasib ishlarni sifatli qilib beramiz. Kurs kontrollar ham hammasi o'zini holatida ishlayveradi nasib. Kodashkalar uchgan bo'lsa ham, ularni ham imkon darajada saqlanib bo'lib qoladi. Agar saqlanib bo'lmagan bo'lsa, config fayli kirib turib, DPS orqali konfiguratsiya qilib olsangiz, o'zi ishlab ketaveradi, xolos. Mana 74. Bu yerda ham 74.